Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan morfemika darsini boshlaymiz. Demak, morfemika o'zi nima? Morfemika so'zning eng kichik, boshqa mayda bo'lakkacha bo'linmaydigan qismini o'rganuvchi bo'lim bu morfemika deyiladi. Ya'ni ularning nomlanishi morfemalar ham deyiladi. Ya'ni bizga morfemika bo'limida o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu morfemalarni o'rganamiz. Demak, morfema o'zi nima? Morfema qanday topiladi? Kabi savollarimizga quyidagicha javob berishimiz kerak. Demak, morfemalarni misol uchun quyidagicha topishimiz mumkin. Masalan, bog'bonlarimizning so'zi. Bog'bonlarimizning so'zini olganimizda, bog'bonlarimizning so'zini biz morfemalarga ajratamiz. Ya'ni, bu morfemaga ajratish degani asos va qo'shimchaga ajratish ham deyiladi. Demak, bog'bonlarimizning so'zining eng oxirgi qo'shimchasi ning qo'shimchasi va xosli bo'lgan so'z bog'bonlarimiz so'zi qoldi. Va ma'no anglatdi, qanaqadir ma'no anglatish kerak. Bog'bonlarimiz so'zidan eng oxirgi qo'shimchani yana olamiz, imiz qo'shimchasini. Bizga qolgan so'z bog'bonlar so'zi qoldi. Xo'p, bog'bonlar so'zini yana ajratamiz. Lar qo'shimchasi, asos bog'bon so'zi qoldi. Bog'bon deganda biz shaxsni tushunamiz. Xo'p, bog'bon so'zi yana ajratganimizda bon qo'shimchasini ajratamiz va bizda qolgan asos bog' so'zi qoldi. Demak, bog' so'zini boshqa hech qanday mayda bo'lakka bo'lib bo'lmaydi. Shuning uchun biz bog' degan asosning o'zini olamiz. Demak, bog'bonlarimizning so'zida morfemalarning miqdori 5 ta hisoblanadi ekan. Ya'ni mana bu bog'bonlarimizning so'zidagi morfemalar miqdorini toping deganda biz 5 ta morfema bor deb olishimiz kerak ekan. Demak, mana bu hozirgi muloqot olib chiqqanlarimiz va bo'lganlarimiz bular morfemalar deyiladi ekan. Endi morfemalarni biz ikkita turga ajratamiz. Ya'ni ayrim morfemalar mustaqil qo'lini oladi, ayrim morfemalar esa mustaqil qo'lini olmaydi. Shunisiga ko'ra biz ikkita turga ajratamiz. Mustaqil qo'lini oladigan morfemalar yetakchi morfemalar deyiladi. Yetakchi morfema. Ikkinchi nomi asos ham deyiladi. Mustaqil qo'lini olmaydigan morfemalar esa ko'makchi morfemalar deyiladi. Ikkinchi nomi qo'shimcha ham deyiladi. Yoki qo'shimcha morfema yoki ko'makchi morfema, yoki asos morfema yoki yetakchi morfema. Savollarda ikkalasi bo'yicha ham berilishi mumkin. Demak, bog'bonlarimizning so'zida nechta ko'makchi morfema bor deyilsa, biz ma'no anglatmaydigan, ya'ni o'zi mustaqil kela olmaydigan morfemalarni olishimiz kerak. Demak, ning qo'shimchasini o'zini aytganimizda biz ning deganimizda hech qanday bir narsani tushunmaymiz. Shuning uchun anglamaymiz. Ning qo'shimchasi hech qanday mustaqil qo'lini olmaganligi uchun uni biz ko'makchi morfema deyishimiz kerak. Demak, bir. Imiz deganda ham biz qanaqadir bir narsani ko'z oldimizga keltira olmaymiz. Bu faqatgina asosga qo'shib keladigan bu ko'makchi morfema hisoblanadi. Uni ham sanaymiz 2. Lar qo'shimchasi ham uni hisobga kiradi. Bon qo'shimchasi ham xuddi shunday. Endi bog' deganda biz ko'z oldimizga daraxt ko'p joy, ya'ni daraxt zot kelishi mumkin, ya'ni o'rinjoy otni hosil qiladi. Demak, bog' so'zi mustaqil qo'lini oladi. Atash ma'nosiga ega yoki qanaqadir so'roqqa javob bo'la oladigan so'z. Demak, bog' so'zimiz yetakchi morfema deyiladi ekan. Bonlar, imizning esa ko'makchi morfema yoki qo'shimchalar deyiladi. Demak, morfemalarimiz mustaqil qo'lini olishiga ko'ra yoki mustaqil qo'lini olmasligiga ko'ra yoki ma'no anglatishiga ko'ra yoki ma'no anglatmasligiga ko'ra deysiz ham bo'ladi. Demak, bular yetakchi hamda ko'makchi morfemaga ajraladi ekan. Bog'bonlarimizning so'zi 4 ta ko'makchi morfema va bitta yetakchi morfema bor. Demak, yetakchi morfema asos, ko'makchi morfema esa qo'shimchalar deyiladi. Endi biz qo'shimchalarni, ya'ni biz mana bunday yetakchi morfemaga qo'shayotgan qo'shimchalarimiz qanaqa ekanligini bilishimiz kerak ekan. Ya'ni shunga ko'ra biz ko'makchi morfemalarimizni ham ikkita turga ajratib olamiz, ya'ni o'z ichki turi bo'yicha. Ya'ni ko'makchi morfemalarimiz, ya'ni qo'shimchalarimiz ikkita turga bo'linadi. Nima uchun ikkita turga bo'linadi desak, ayrim morfemalar asosga qo'shilganda yangi ma'noni hosil qilishi mumkin, asosning ma'nosini o'zgartirishi mumkin. Ayrimlar esa asosga qo'shilganda hech qanday yangi ma'noni hosil qilmasligi mumkin. Shunga ko'ra bilamiz. Demak, asosga qo'shilib yangi ma'no hosil qiladiganlar so'z yasovchi qo'shimchalar yoki morfemalar deyiladi. Yangi ma'no hosil qilmaydiganlar esa shakl yasovchi qo'shimchalar yoki shakl yasovchi morfemalar deyiladi. Demak, so'z yasovchi va shakl yasovchi degan ikkita turga ajraladi. Demak, endi so'z yasovchi qo'shimchalar qanday qo'shimchalarga aytiladi? So'z yasovchi deb asosga qo'shilganda uning bir turkumini boshqa bir turkumga yoki bir ma'noni boshqa bir ma'noga o'zgartirib yuboradigan morfemalarga aytiladi. Demak, so'z yasovchi qo'shimchalarga misol uchun yozishimiz mumkin. Chiroy so'zi insonning chiroyi yoki narsaning chiroyi degani bu ot so'z turkumi ot. Va biz unga li degan so'z yasovchi qo'shimcha qo'shamiz va hosil bo'lgan so'zimiz chiroyli so'zi hosil bo'ldi. Chiroyli so'zimizning turkumi bu sifat hisoblanadi ekan. Demak, li qo'shimchasi ot turkumidan
sifatni yasashga xizmat qildi. Ya'ni bir turkumdan boshqa bir turkumga o'zgartirdi. Yoki bog' o'rinjoy edi, ya'ni o'rinjoy oti va biz unga qo'shamiz bon degan qo'shimchani va hosil bo'lgan so'z bog'bon so'zi hosil bo'ldi. Bog'bon degani biz anglaymiz shaxs otini. Shaxs oti. Demak, turkumi o'zgarmadi, ot otligicha qoldi, faqatgina ma'nosi o'zgardi. Ya'ni o'rinjoy otidan shaxs otini yasadik. Mana bu narsani hosil qilgan narsa bon qo'shimchasi hisoblanadi ekan. Demak, bon qo'shimchasi ham so'z yasovchi ko'makchi marfima deyiladi ekan. Xo'p, undan keyin do'st deganda insonni bu do'sti bu ot turkumida va biz unga ona degan qo'shimcha qo'shamiz. Bu ona e'tiborli bo'ling, bu bizning o'zimizning onamiz emas, bu ona degan qo'shimcha bor shunday. Demak, do'stona so'zi hosil bo'ladi. Do'stona so'zining turkumi ravish hisoblanadi. Demak, mana bu ot so'z turkumidagi so'zni ravish turkumiga o'zgartiryapti. Bu qo'shimchamiz nomi ona degan ravish yasovchi, ya'ni so'z yasovchi qo'shimcha hisoblanadi ekan. So'z yasovchi qo'shimcha bir turkumni ikkinchisiga o'zgartiradi. Xo'p, keyingisi gul so'zimiz ot turkumida va biz unga la degan qo'shimcha qo'shamiz va hosil bo'lgan so'z gullamoq fe'li hosil bo'ldi. Ya'ni asos ot turkumida edi, hosil bo'lgan so'z esa fe'l turkumiga o'zgardi. Demak, asosning turkumini boshqa bir turkumga o'zgartirgan narsa bu la qo'shimchasi hisoblanadi. Demak, la qo'shimchamiz ham so'z yasovchi qo'shimcha hisoblanadi ekan. Yoki demak bo'ldi. So'z yasovchi qo'shimchalar orqali biz hosil qildik sifatni, otni, ravishni va fe'lni yasay olamiz ekan. Demak, so'z yasovchi qo'shimcha umumiy qoidasi quyidagicha bo'lar ekan. Ya'ni asosga qo'shilib, biror bir ma'noni anglatuvchi asosga qo'shilib, uning ma'nosini boshqa bir ma'noga o'zgartirib yuboradi ekan yoki bir so'z turkumini ikkinchi bir so'z turkumiga o'zgartiradi ekan. Mana bu qo'shimchalarga so'z yasovchilar deyiladi. Darsimiz davomida biz so'z yasovchi qo'shimchalarning to'liq mana bunday qo'shimchalarini hali o'rganib chiqamiz. Endi biz o'tamiz shakl yasovchi qo'shimchalarga. Endi so'z yasovchi qo'shimchalar asosga qo'shilganda uning ma'nosini o'zgartirdi yoki bir turkumni ikkinchi turkumga o'zgartirdi. Endi shakl yasovchi esa unaqa xususiyatga deylik, xususiyatga ega emas, ya'ni asosning ma'nosini boshqa bir narsaga o'zgartirmaydi. Shunchaki shaklini o'zgartiradi xolos. Demak, shakl yasovchi qo'shimchalarimizni o'zimiz yana ikkita turga ajratamiz. Nima uchun ikkita turga ajratamiz? Shakl yasovchi qo'shimchalar munosabatga kirisha olishiga ko'ra yoki munosabatga kirisha olmasligiga ko'ra ikkita turga bo'linadi. Ya'ni munosabatga kirisha oladigan shakl yasovchilar sintaktik shakl yasovchilar deyiladi. Sintaktik. Munosabatga kirisha olmaydiganlar esa lug'aviy shakl yasovchilar deyiladi. Demak, sintaktik shakl yasovchilar, lug'aviy shakl yasovchilar. Shakl yasovchilar munosabatga kirisha olish yoki munosabatga kirisha olmasligiga ko'ra deylik. Munosabatga kirisha oladigan shakl yasovchilar sintaktiklar deyiladi. Shuning uchun bularning yana bitta nomi munosabat shakllari ham deyiladi. Munosabat shakllari. Xo'p, lug'aviylar munosabatga kirishmaganligi uchun uning nomiga hech qanday ikkinchi nom qo'yishimiz mumkin emas. Xo'p, endi sintaktik qo'shimchalar qaysilar ekan? Ularga egaliklar, kelishiklar, bog'lamalar, shaxson, mayl hamda zamon qo'shimchalari kiradi. Demak, egalik, kelishik, bog'lama, shaxson, mayl, zamon qo'shimchalari bular sintaktik yoki munosabat shakllari qo'shimchalari deyiladi. Bizga test savollarda munosabat shakllari tarkibidagi yoki munosabat shakllari ta'sirida yoki sintaktiklar deyilsa, biz quyidagi 6 ta qo'shimchalardan birini olishimiz kerak ekan. Endi lug'aviy qo'shimchalarchi? Lug'aviy qo'shimchalar quyidagilar: ot, sifat, son, olmosh va fe'l turkumida lug'aviy qo'shimchalar bor ekan. Biz o'tgan darsimizda ham, ya'ni fonetik forsa mavzusida ham bir aytib o'tgandik. Lug'aviy qo'shimchalar ot, sifat, son, olmosh, fe'l kiradi. Bular hech qachon lug'aviylar deyilmaydi. Bular so'z turkumlari. E'tiborli bo'ling. Lug'aviy deb biz qachon aytamiz? Ot, sifat, son, olmosh yoki fe'l turkumining ichida uning ma'no turlarini hosil qiluvchi qo'shimchalar bor. O'sha qo'shimchalar lug'aviy qo'shimchalar deyiladi. Lekin otni lug'aviy deyish bu xato yoki sifatni, son, olmosh, fe'lni lug'aviy deyish bu xato. Mana shu so'z turkumining ichidagi qo'shimchalar lug'aviy qo'shimchalar deyiladi. Demak, sintaktik va lug'aviy qo'shimchalar quyidagicha hisoblanadi ekan. Endi nega bular munosabat shakllari? Munosabatga kirish yoki kirishmaslik dedik. O'zi nima degani munosabatga kirishish? Munosabatga kirishish degani ikkita narsani ikkita bir-biriga aloqasi yo'q bo'lgan so'zni bir-biriga bog'lash degani. Misol uchun men so'zi va kitob so'zi. Men so'zi olmosh turkumida, kitob esa ot turkumida.
Mana shu turishda men va kitob so'zlari hech qanday ma'no anglatgani yo'q. Ya'ni men kitob so'zi bir-biriga bog'liq joyi yo'q. Endi biz o'sha ikkita bir-biriga aloqador bo'lgan so'zni bir-biriga bog'laymiz, ya'ni munosabatga kirishtiramiz. O'sha vazifani bajaruvchi qo'shimchalar ular sintakslar bo'lar ekan. Ya'ni biz ularga qo'shamiz. Men so'ziga kelishdan qo'shamiz. Ning degan kelishgina va fan xosi bo'lib mening so'zi xos bo'lar ekan. Kitob so'ziga egalikdan qo'shamiz. Im degan egalik qo'shimchasi va hosil bo'lgan so'z mening kitobim so'zi hosil bo'ldi. Va endi men kitob so'zi hech qanday ma'no yo'q edi. Mening kitobim so'zi esa ikkita so'z bir-biriga bog'landi. Ohang jihatdan va mazmun jihatdan ham bir-biriga bog'liq bo'ldi. Mana shunaqa vazifani bajaruvchi qo'shimchalar sintaktiklar deyiladi ekan. Endi lug'aviylarchi. So'zli qo'shimchalar asosga qo'shilganda uning ma'nosini boshqa bir ma'noga o'zgartirdi. Sintaktiklar esa ikkita so'zni bir-biriga bog'ladi. Lug'aviylar esa yangi so'zni hosil qilmaydi. Ikkita so'zni bir-biriga bog'lamaydi. Shunchaki bitta so'zga qo'shimcha ma'no yuklaydi xolos. Misol uchun kelin so'zini olamiz. Kelin so'zi o'sha akamizning kimningdir ayoli bu kelin deyiladi. Va biz unga qo'shamiz lug'aviy qo'shimchada chak qo'shimchasi. Kelinchak so'zi hosil bo'ldi. Kelinchak so'zini hosil qilganimizda kelin degan o'sha shaxs edi. Kelinchak ham o'sha shaxs. Yangi narsani o'zgartirmadi so'zga o'xshab. Ikkita so'zni bir-biriga bog'lamadi sintaktiklarga o'xshab. Shunchaki bir so'zga qo'shimcha ma'no yukladi xolos. Yoki qo'zi so'zini olamiz. Qo'zi degani bu qo'yni bolasi, qo'zi deyiladi. Xo'p, qo'zi so'zini biz qo'shamiz. Choq degan qo'shimcha. Qo'zichoq so'zi hosil bo'ldi. Qo'zichoq so'zida o'sha qo'zi degan qo'yni bolasini tushunamiz. Qo'zichoq deganda ham o'sha narsani tushunamiz. Ma'nosi bularga o'xshab o'zgarib ketmadi yoki ikki so'zni bir-biriga bog'lamadi. Shunchaki qo'zi so'zni kichraytirish yoki erkinlash ma'nosidagi choq qo'shimchasi qo'shib aytildi. Yoki kitob so'zi. Kitob deganda biz o'qiydigan o'sha ko'z oldimizga keladigan kitob tushunadi va biz unga qo'shamiz cha qo'shimchasi. Kitobcha so'zi hosil bo'ldi. Ma'nosi o'zgarmadi, ikki so'zni bir-biriga bog'lamadi. Kitobcha degani hajmning kichiklik ma'nosini bildiradi. Kitob hech qanday boshqa narsaga o'zgarib ketmadi. Kitobligini saqlab qoldi, faqat uning hajmi kichraytirish ma'nosi bo'ldi. Demak, mana bu qo'shimchalarimiz lug'aviylar deyiladigan. Bu bilan lug'aviylar mavzusini o'tganimizda to'liqroq tanishib chiqamiz. Demak, morfemikaning tuzilish qolipi mana shundan iborat bo'lar ekan. Demak, morfemika bo'limida biz o'rgandik morfemalarni. Morfema so'zning eng kichik boshqa mayda bo'lakka bo'linmaydigan qismilar morfema deyiladi ekan. Xo'p, biz morfemalarni ikkita turga ajratamiz. Yetakchi morfema va ko'makchi morfema. Nima uchun ikkitaga ajratdik? Mustaqil qo'llanma olishiga ko'ra yoki mustaqil qo'llanma olmasligiga ko'ra. Mustaqil qo'llanganlar yetakchi morfema deyildi, mustaqil qo'llanmaganlar esa ko'makchi morfema deyildi. Xo'p, ko'makchi morfema ikkinchi nomi qo'shimcha, yetakchi morfema esa asos. Biz qo'shimchalarni ikkita turga ajrata olamiz. So'zli qo'shimcha va shakli qo'shimcha deyiladi. Ya'ni yangi ma'no hosil qila oladigan qo'shimchalar, yangi ma'no hosil qila olmaydigan qo'shimchalar. Yangi ma'no hosil qilganlari so'zli hosil qilmaganlar esa shakli so'zlar mana quyidagicha sifatni, otni, ravishni va fe'lni yasash mumkin. Ya'ni asosga qo'shilib hosil bo'lgan so'zlar sifat, ot, ravish va fe'l bo'lishi mumkin. Lekin hech qachon son va olmosh bo'lmaydi. Bular hech qachon, ya'ni bir asosga qo'shimcha qo'shib, son va olmoshni mana bu yerda yasay olmaymiz. Ular faqatgina asos qismini kela olishi mumkin xolos. Xo'p, endi shakl yasovchilarni ikkita turga ajratamiz. Munosabatga kirisha olishiga ko'ra, munosabatga kirisha olmasligiga ko'ra. Munosabatga kirishadiganlar sintaktiklar, kirisha olmaganlar esa lug'aviylar deyiladi. Sintaktiklar egalik kelishga bog'lanma shaxslar zamon, lug'aviylar esa ot, sifat, son, olmosh va fe'lning lug'aviylari deyiladi. Demak, bu umumiy qoida hisoblanadi. Sintaktiklar munosabatga kirisha olganligi uchun, ya'ni ikkita so'zni bir-biriga bog'lagani uchun ular munosabat shakllari ham deyiladi. Lug'aviylar esa yangi so'zni yasamaydi, ikki so'zni bir-biriga bog'lamaydi, shunchaki bir so'zga qo'shimcha ma'no yuklaydi xolos. Demak, biz quyidagicha morfemika bo'limini birma-bir o'rganib boshlaymiz. Birinchilardan boshlaymiz. Sintaktik qo'shimchalardan, ya'ni munosabat shakllari qo'shimchalaridan boshlaymiz. Endi bularni o'rganib boshlaganimizda biz ularni o'zaro 6 ta qo'shimchani o'rtasidan ikkita guruhga bo'lib olamiz. Ya'ni egalik kelishga bog'lama bularni bir guruh, shaxsan mayli zamonlarni esa bir guruh deb ikkita guruhga bo'lib olamiz. Endi bular munosabat shakllari dedik, ya'ni munosabatga kirishish dedik. Egalik kelishik bog'lamalarning nomi ismlarning munosabat shakllari deyiladi. Munosabat shakllari. Xo'p, endi shaxsan mayli zamon esa fe'llarning munosabat shakllari. Fe'llarning munosabat shakllari. Xo'p, endi bu nima degani? Biz aytdik, munosabat shakllari ikkita so'zni bir-biriga bog'laydi dedik. Endi egalik kelishik bog'lamalar ismlarni bir-biriga bog'laydi. Shaxson mayli zamon esa fe'llarni bir-biriga bog'laydi.
Demak, shuning uchun ular ismlarning munosabat shakllari deyildi, bular esa fe'llarning munosabat shakllari deyildi. Xo'p, endi ismlarning munosabat shakllari deganda egalik kelish bog'lamlar endi ismlardan bir-biriga bog'liq dedik. Ismlar deganda biz insonlarning ismini tushunishimiz kerak emas. Ismlar degan alohida so'z turkumlari bor. Ya'ni ismlarga quyidagilar kiradi. Ismlarga ot, sifat, son, olmosh, harakat nomi, sifatdosh va taqlid so'z. Mana quyidagi 7 ta so'z turkumimiz ismlar deyiladi va o'sha ismlarni bir-biriga bog'laydi. Bular egalik kelishga bog'lanadi. Shuning uchun ular ismlarning munosabat shakllari deyiladi. Shaxs va zamon esa oddiygina biz bilamiz. Fe'llarning harakatini bir-biriga bog'laydi. Shuning uchun ular fe'llarning munosabat shakllari deyiladi. Endi bizga savol berish mumkin. Ismlar tarkibidagi deyilsa, mana bu so'z turkumlarini olishimiz kerak. Ismlarning munosabat shakllari deyilsa, egalik kelish bog'lama qo'shimchalarni olishimiz kerak. Savollarda o'sha joyga e'tiborli bo'lamiz. Demak, endi ismlar quyidagicha bo'ldi va mana shularni bog'ladi egalik kelishga bog'lanadi. Boyagi pastdagi misolimizda biz men degan olmoshni va kitob degan otni ikkita ism so'z turkumiga mansub bo'lgan so'zlarni bir-biriga bog'lagan edi. Egalik va kelishki qo'shimchalari bilan, ya'ni ismlarning munosabat shakllari bilan. Shuning uchun bular shunday nomlandi. Demak, biz ismlarning munosabat shakllari va fe'llarning munosabat shaklarini birma-bir o'rganib boshlaymiz va ularning birinchisi egaliklar. Endi sizlar bilan sintaktik qo'shimchalarni ko'rib chiqamiz. Sintaktiklarning birinchisi egaliklar deyiladi. Egaliklar o'zi nima? 3 shaxsdan biriga ishora qiluvchi qo'shimchalar egaliklar deyiladi. 3 ta shaxs deganda men, sen, u birlikdagi, biz, siz, ular esa ko'plikdagi shaxslar tushunadi. Demak, o'sha 3 ta shaxsdan biriga ishora qilib keladigan qo'shimchalar egaliklar deyiladi va egalik qo'shimchasi qo'shilgan so'zlar o'sha shaxsnikiligini bildiradi. Ya'ni o'sha narsaga egaligini bildirib keladi. Demak, o'sha narsaga qo'shilgan egalik qo'shimchalarining men ekanligini, ya'ni birinchi shaxs ekanligini bildirmoqchi bo'lsak, ularga m hamda im qo'shimchalarini qo'shamiz. Masalan, mening ona so'ziga, ya'ni unli bilan tugagan so'zga biz im emas, m qo'shimchasini onam so'zini qo'shamiz. Ya'ni mening onam so'z bo'ldi. O'sha onaning egasi deb aytamiz, men deb aytamiz. Xo'p, endi undosh bilan tugagan so'zlarga esa im qo'shiladi. Kitob so'zi undoshdan tugadi. Kitob so'ziga im qo'shimchasini qo'shamiz. Mening onam, mening kitobim so'zlari hosil bo'ldi. Ya'ni birinchi shaxsdagi men so'ziga ishlatiladigan egalik qo'shimchasi m hamda im hisoblanar ekan. Mening onam, mening akam, mening ukam, mening sumkam va hokazo. Demak, barchasiga m qo'shimchasi qo'shiladi. Unli bilan tugadi. Kitobim, daftarim va hokazo kabi so'zlarga im qo'shimchasi qo'shiladi. Demak, birinchi shaxsda m im qo'shimchasi. Ikkinchi shaxsda sen so'zini bildiruvchi egalik qo'shimchasi n hamda im qo'shimchasi hisoblanar ekan. Endi sening ona so'ziga ikkinchi shaxs sening, endi unga birinchi shaxs meni qo'sha olmaymiz. Sening onam emas, o'ziga mos bo'lgan sening onang degan n qo'shimchasini qo'shamiz. Xo'p, sening akang, sening ukang unli bilan tugagan so'zga n qo'shimchasi qo'shiladi. Endi undosh bilan tugagan so'zlargacha sening kitobim emas, sening kitobim deya olmaymiz. Shuning uchun sening kitobing deb aytamiz. Demak, ikkinchi shaxsga im qo'shimchasi qo'shiladi. Endi uchinchi shaxsga u deb aytamiz. Uning ona so'ziga si qo'shimchasini qo'shamiz. Uning onasi, uning akasi, uning ukasi va hokazo. Endi undosh bilan tugagan so'zga qo'shamiz. Uning kitobi, daftari, telefoni va hokazo. Demak, uchinchi shaxsdagi si hamda i qo'shimchalar egaliklar deyiladi. Demak, bular birlikdagi qo'shimchalar bo'ldi. Endi biz egaliklarning ko'plik shakliga o'tamiz. Ya'ni biz, siz va ular so'zlariga qanday egaliklar qo'shiladi? Demak, birinchi shaxs ko'plik. Bizning so'zi, bizning onamiz deymiz. Demak, qaraymiz. Mana bu bizning so'zi ham birinchi shaxs, men ham birinchi shaxs. Bittasi birlik, bittasi ko'plik. Bir-birining joyiga qo'shib ham qo'llay olmaymiz. Misol uchun qarang. Onam so'zini birinchi shaxs ko'plikni nisbatan aytib beramiz. Bizning onam emas, o'ziga mos bo'lgan bizning onamiz bo'ldi. Yoki miz qo'shimchasini birlikdagi mning o'rniga qo'llay olmaymiz. Mening onamiz emas, mening onam o'ziga mos talab qiladi ekan. Xo'p, endi bu unli bilan tugagan so'zga qo'shildi. Undosh bilan tugagan so'zga bizning kitob so'ziga yoki maktab so'ziga bizning maktabimiz, bizning kitobimiz kabi so'zlar qo'shiladi. Demak, birinchi shaxs ko'plik miz va imiz bo'ldi. Endi ikkinchi shaxs ko'plikka sizning onangiz qo'shimchasi ko'plikda bo'ldi. Sizning onangiz. Endi undosh bilan tugagan so'zga sizning kitobingiz qo'shimchasi bo'ladi ekan.
Demak, ikkinchi shaxs egalik qo'shimchasi mes va imis qo'shimchasi. Uchinchi shaxsga ularning deymiz. Uchinchi shaxs ko'plik onalari ularning kitoblari. Demak, mana bu uchinchi shaxs ko'plikka unli va undoshli tugmani bir xil lari qo'shimchasi qo'shib ishlatilar ekan. Demak, egalik qo'shimchasi 3 ta shaxsga nisbatan quyidagi qo'shimchalar ishlatilar ekan. Bular egalik qo'shimchalari deyiladi. Endi keyingisi kelish qo'shimchalari. Kelish qo'shimchalari 6 ta kelish qo'shimchasi bor o'zbek tilida. Birinchisi bosh kelish. Bosh kelishning hech qanday maxsus qo'shimchasi yo'q, ya'ni nol formada turadi. Agarda so'zimizda qaratqich, tushum, jo'nalish, o'rin payda chiqish kelishlari bo'lmasa, ya'ni ishtirok etmasa, o'sha so'zimiz bosh kelishda turadi. Masalan, kitob so'zi, onam so'zi. Onam so'zining tarkibida m degan egalik qo'shimchasi bor, lekin u kelish bo'yicha tahlil qilinganda onam so'zi hech qanday kelish bo'lmaganligi uchun uni bosh kelishi deb aytamiz. Yoki onamiz so'zi. Onamiz so'zida ham m degan egalik qo'shimchasi bor. U egalik bo'yicha birinchi shaxs ko'plik egaligi deyiladi, lekin kelish bo'yicha uning tarkibida hech qanday kelish qo'shimchasi bo'lmaganligi uchun u bosh kelishda bo'ladi. Ikkinchi kelishimiz qaratqich kelishiga. Qaratqich kelishiga qo'shimchasi o'sha shaxsga yoki narsaga qarashliligini bildiradi. Shuning uchun ning qo'shimchasi orqali ifodalangan. Misol uchun, mening kitobim deganimizda mana mening so'ziga ning qo'shimchasi qo'shib ishlatildi va o'sha kitob menga qarashli ekanligini bildirib keldi deb tahlil qilsak bo'ladi. Ya'ni qaratqich qo'shimchasi qo'shilgan so'zga qarashlilik ma'nosini bildirib keladi. Keyingi qo'shimchamiz tushum kelishiga. Tushum kelish qo'shimchasi ning hisoblanadi ekan. Misol uchun onani, akani, ukani, daftarni va hokazo. Demak, ning qo'shimchasi qo'shilgan barcha so'zimiz tushum kelishi hisoblanadi. Jo'nalish kelishiga qo'shimchasi ga, fa'il xossa shakli ka hamda qa shaklida ishlatiladi. Demak, jo'nalish kelishiga yo'nalish ma'nosini bildirib keladi va qayergadir yo'nalayotgan tarafni ifodalab keladi. Masalan, men hozir uyga boraman deganimizda yo'nalish tarafimiz uyga yoki maktabga boraman deganimizda yo'nalish tarafimiz maktabga. Demak, ga yoki ka yoki qa qo'shimchasi qo'shilgan so'zlarda insonning qayergadir yo'nalish tarafini bildirib keladi. Keyingi qo'shimchamiz o'rin payt kelishiga. O'rin payt kelishiga qo'shimchasi da hisoblanadi. Da qo'shimchasi ham o'rinni, ham paytni alohida ifodalab kelishi mumkin. Masalan, o'ringa nisbatan men darsda deganimizda o'sha o'rnimizni da orqali ifodalaymiz. Darsda yoki ko'chada, maktabda, ishda va hokazo kabi so'zlarda o'rin ma'nosini bildiradi. Endi payt ma'nosi bo'ladigan bo'lsa, men soat 5 da turaman. Kechasi soat 8-9 da uxlayman kabi so'zlarimiz keltirilganda, o'sha da qo'shimchasi paytga nisbatan ishlatiladi. Shuning uchun o'rin payt kelishiga deyiladi. Chiqish kelishiga esa qayerdandir chiqish ma'nosini bildiradi. Men darsdan chiqdim, uydan chiqdim, ko'chadan keldim va hokazo kabi so'zlarimizda chiqish ma'nosini dan orqali ifodalaydi. Demak, kelishlarimiz 6 ta. Bosh kelish qo'shimchasi yo'q, qaratqich kelishiga ning qo'shimchasi, tushum kelishiga ning qo'shimchasi, jo'nalish kelishiga ga, ka, qa qo'shimchasi, o'rin paytda chiqish dan qo'shimchasi hisoblanadi ekan. Agarda so'zimizda dan, da, ga, ka, qa, ni hamda ning qo'shimchalari bo'lmasa, o'sha so'zimiz bosh kelishda bo'ladi. Demak, mana bu kitob so'zi. Kitob so'zida hech qanday mana bu qo'shimchalar yo'q edi, shuning uchun bosh kelishda bo'ldi. Onam so'zida ham hech qanday kelish qo'shimchasi yo'q, u ham bosh kelishda hisoblanadi ekan. Demak, kelishlar mavzusi shu. Keyingi mavzumiz bog'lamalar mavzusi. Bog'lamalar mavzusi ikkinchi nomi kesimlik shakllari ham deyiladi. Bog'lamalar xuddi egaliklar singari birlik va ko'plik shaklida bo'linadi va 3 ta shaxsda bo'ladi. Endi o'sha 3 ta shaxsning kesimini ifodalab keladi ekan. Masalan, birinchi shaxsdagi bog'lamani bildiruvchi qo'shimchamiz man qo'shimchasi hisoblanadi ekan. Endi o'shanga misol uchun gap yozamiz. Men deymiz. Endi bog'lamani kesim tarkibida qo'llashimiz kerak. Men talaba man qo'shimchasi. Men talabaman so'ziga kesim chizamiz va o'sha kesimning tarkibidagi man qo'shimchasi bog'lama hisoblanadi. Ya'ni birinchi shaxsni ifodalaydigan man qo'shimchasi bo'ldi. Endi man qo'shimchasi faqatgina ismlarga qo'shilishi kerak. Chunki egaliklar, kelishlar va bog'lamalar ismlarning munosabat shakllari deyiladi. Man qo'shimchasi chunki fe'lga ham qo'shilishi mumkin. Agarda man fe'lga qo'shilsa, u shaxson hisoblanadi. Shuning uchun man qo'shimchasi bog'lama birinchi shaxs ifodalagan faqatgina ismlarga, ya'ni ot, sifat, son, olmishlarga qo'shilishi kerak ekan. Demak, talaba so'zimiz hozir bu yerda ot turkumida bo'ldi. Shuning uchun buni bog'lama deb bemalolchilik bo'ladi. Yoki sifatga qo'shishimiz ham mumkin. Masalan, men a'lochi so'ziga qo'shamiz. A'lochi so'zimiz sifat. Men sinfimizda a'lochiman deganimizda a'lochi so'zi sifat bo'ldi va o'sha sifat turkumiga qo'shildi man qo'shimchasi. Bu ham bog'lama deyiladi. Xo'p, birinchi shaxsda man qo'shimiz. Ikkinchi shaxsda sen so'zini ishlatamiz. Sen o'quvchi
O'quvchi o'zimiz olib turganda va sen so'zi bo'lganligi uchun o'ziga mos bo'lgan qo'shimchani talab qiladi. Chunki sen so'ziga birinchi shaxs manni qo'llay olmaymiz. Sen o'quvchiman deya olmaymiz. Shuning uchun sen so'ziga mos bo'lgan qo'shimcha sen o'quvchisan deymiz. Demak, o'quvchisan so'zidagi san qo'shimchasi bog'lama hisoblanadi ekan. Sen o'quvchisan, sen talabasan, sen a'lochisan, sen birinchisan. Birinchi degan sonni qo'shganda ham bo'lib ketaverar ekan. Demak, san qo'shimchasi ikkinchi shaxs bilan ishlatiladi. Uchinchi shaxsga dir qo'shimchasi. U o'quvchi so'ziga qo'shamiz, u o'quvchidir deymiz. Demak, o'quvchidir so'zimiz kesim bo'ladi va kesimdirga dir degan bog'lama qo'shimchasi keldi. Demak, bular birlikdagi shakllar. Endi ko'plik o'tamiz. Birinchi shaxs ko'pligimiz mis qo'shimchasi. Endi bir joyga e'tibor berishimiz kerak. Mis qo'shimchasi bog'lamada ham bor ekan birinchi shaxs ko'plikda va mana bu yerda egalikda ham bor birinchi shaxs ko'plikda mis qo'shimchasi bor. Endi bizga bog'lama qo'shimchasini toping yoki egalik qo'shimchasini toping misli deganda farqlashimiz kerak ekan. Endi farqini hozir tushuntiraman. Demak, bog'lamaga birinchi misol yoza olamiz. Biz bo'lajak talabalarmiz. Talabalar va unga mis qo'shimchasi qo'shiladi. Demak, talabalarimiz so'zi kesim bo'ldi va uning tarkibida mis degan bog'lama qo'shimchasi bor ekan. Xo'p, endi talabalarimiz so'zida ham mis qo'shimchasi bor. Bizning onamiz so'zida ham mis qo'shimchasi bor. Qaysi bir egalik, qaysi bir bog'lama ekanligini farqini quyidagicha izohlaymiz. Demak, agarda mis qo'shimchasi kelsa va mis qo'shimchasidan oldin u o'ziga mos bo'lgan biz qo'shimchasini talab qilish kerak. O'shandagina mana bu mis qo'shimchasi bog'lama hisoblanadi. Agarda mis qo'shimchasidan oldingi so'z bizning yoki o'zimizning so'zi ishtirok etadigan bo'lsa, buni egalik bo'ladi. Juda oddiy so'z. Mis qo'shimchasini bog'lamaga egalik qilib, uni oldingisiga qaraymiz. Agar o'zidan oldin biz o'zimiz so'z bo'lsa, bu bog'lama, bizning o'zimizning bo'lsa, egalik hisoblanadi. Oddiygina farqi shu. Xo'p, demak ikkinchisi. Ikkinchi shaxs ko'pligini ishlatiladigan siz so'zi. Siz olmoshga, gumon, so'roq olmoshga qo'shamiz. Siz kimsiz deganimizda, demak siz qo'shimchasi bog'lama bo'ldi va mana bu kesim tarkibiga keldi. Shuning uchun bu ham bog'lama deb aytamiz. Siz kimsiz so'zi. Kim degan olmoshga qo'shdik. Demak, ismga kirganligi uchun bog'lama deya olamiz. Uchinchi shaxsga esa ular bo'lajak yurist. Yurist so'ziga qo'shamiz. Endi dirlar qo'shimchasi. Uchinchi shaxs ko'plik. Demak, ular yuristdirlar. Demak, uchinchi shaxs ko'plik ishlatiladigan bog'lama qo'shimchamiz dirlar qo'shimchasi hisoblanadi. Shu bilan bog'lama qo'shimchalarimiz tugadi. Egaliklar, kelishlar va bog'lamalar umumiy nom bilan ismlarning munosabat shaklllari deyiladi edi. Uchalasi ham tugadi. Endi sizlar bilan fe'llarning munosabat shaklarini boshlaymiz. Fe'llarning munosabat shaklllari qaysilari? Shaxson va zamon. Ularning birinchisi shaxson hisoblanadi ekan. Shaxson qo'shimchalarni biz birinchi va ikkinchi tutlanishga bo'lib olamiz, ikkita guruhga bo'lib olamiz. Shaxson qo'shimchalari, misol uchun birinchi tutanish qo'shimchalari mangangiz qo'shimchalari egaliklarga o'xshaydi. Farqi nimada? Farqi egaliklar ismlarga o'xshaydi, ya'ni asosan otlarga o'xshaydi. Onam, akam, ukam. Shaxson mangangizlar esa bu fe'llarga qo'shilishi kerak. Ikkinchi tutanish esa man, san, siz qo'shimchalari bog'lamalarga o'xshaydi. Bog'lamalar ham ismlarga qo'shiladi. Bular esa fe'llarga qo'shilishi kerak, ya'ni shaxsonlar. Demak, shaxson qo'shimchani o'rganib boshlaymiz. Demak, shaxsonning birinchi tutanish qo'shimchalari 3 ta shaxsga bo'linadi va birlik ko'plikka nisbatan ishlatiladi. Demak, birinchi shaxsda ishlatilgan shaxson qo'shimchalari men so'zi. Endi fe'lga qo'shamiz buni. Kelmoq degan fe'l va o'sha fe'ldan keyin di yoki sa qo'shimchasi bittasini qo'yamiz. Ya'ni mana bu kelning o'ziga qo'shib qo'ymaymiz. Ya'ni men kelmin demaymiz hech qachon, chunki so'zimizning ma'nosini to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun men kelmoq fe'lning asosi di yoki sa bittasini qo'yamiz. Bu yerdagi di nima? Di qo'shimchasi zamon, m qo'shimchasi esa shart mayli. Shart mayli qo'shimchasi. Demak, fe'lning asosidan keyin yoki zamon qo'shimchasi yoki shart mayli qo'shimchasi qo'yiladi va undan keyin shaxson qo'shamiz. Masalan, men keldi zamon qo'shimchasini qo'shamiz va endi shaxson. Men keldim. Bu yerdagi m qo'shimchasi birlikni bildiruvchi birinchi shaxsdagi shaxson hisoblanadi ekan. Demak, endi m qo'shimchasi egalikdan bor edi. Mening onam, mening akam, mening ukam bo'ldi. Farqi nimada? Farqi egaliklarning ona, aka, uka bor ot edi, ya'ni ism edi. Shaxsonning asosisi kelmoq degan fe'lni tashkil topdi va har doim di yoki sa qo'shimchasining keyin kelishi shart shaxson. Shu farq shunda. Endi ikkinchi shaxsga sen o'qimoq ish harakatini aytamiz. O'qimoq fe'l. Mana yerda qo'yamiz. Di yoki sa ni bittasini qo'yamiz. Misol uchun boya dini qo'ydik, endi sani qo'yamiz. Sen o'qisa va endi shaxson qo'shimchasi ni.
Sen o'qisang so'zdagi men qo'shimchasi shaxs son ekan. Chunki asos o'qimoq degan fe'l bo'ldi va di yoki sa qo'shimchasidan sadan keyin keldi. Shuning uchun ikkinchi shaxsda men qo'shimchasi shaxson bo'lar ekan. Uchinchi shaxsda u bormoq dini qo'yamiz. U bordi. Bundan keyin hech qanday maxsus qo'shimcha qo'sha olmaymiz. Shuning uchun uchinchi shaxsda qo'shimchasi yo'q. Demak, ko'plik o'tamiz. Ko'plikda biz ishlamoq ish harakati, ishlamoq fe'li, di qo'shimchasini qo'shamiz. Di endi shaxson biz ishladik. Mana bu yerda k qo'shimchasi ishlamoq degan fe'lga qo'shildi va di va sadan keyin kelgani uchun shaxsonning birinchi sanash birlikdagi birinchi shaxsga ko'plik deyiladi. Xo'p, endi ikkinchi shaxsga nisbatan ishlatamiz. Siz ishlamoq sa qo'shimchasini qo'shamiz yoki dini farqi. Siz ishlasa mis qo'shimchasi. Demak, siz ishlasangiz so'zdagi mis qo'shimchasi ikkinchi shaxs ko'plikdagi shaxsdan hisoblanadi ekan. Egalikdan farqi egalik ismga qo'shildi, bu esa fe'lga qo'shildi va di yoki sa qo'shimchasining keyin keldi. Xo'p, uchinchi shaxsga ular ishladini qo'yamiz. Ular ishladi. Undan keyin hech qanday qo'shimcha qo'sha olmaymiz. Shuning uchun uchinchi shaxs ko'plikda ham qo'shimchasi yo'q. Demak, birinchidan qo'shimchalarimiz m, sa, m, n, k hamda mis qo'shimchalari hisoblanadi. Uchinchi shaxs ikkalasi ham qo'shimchasi yo'q va bular har doim fe'llarga qo'shiladi va di va sa qo'shimchalaridan keyin keladi. Egalik bilan farqi shunda. Endi ikkinchi tusanli shaxson qo'shimchalariga o'tamiz. Ikkinchi tusanli shaxson qo'shimchalari boya aytganimizdek bog'lamaga o'xshadi. Bog'lamalar ismlarga, shaxson esa fe'llarga o'xshadi. Endi shaxson qo'shimchalari birinchi tutanish har doim di va sadan keyin keldi. Ikkinchi tutanish esa hech qachon di va sadan keyin kelmaydi. Ular quyidagi qo'shimchalardan keyin keladi. Bu qo'shimchalar zamon qo'shimchalari, o'tgan, hozirgi va kelasi zamon qo'shimchalari deyiladi. Mana shulardan keyin keladi. Demak, bularning barchasi zamon ekan. Demak, shaxson ikkinchi tutanish qo'shimchalari qaysidir bir zamon qo'shimchasidan keyin keladi. Demak, birinchi shaxs men bormoq. Endi bormoq ish harakatini mana bu yerda yozdik, uchinchi shaxs ko'plikka nisbatan yozdik yoki birlik yozsangiz ham bo'ladi. Bordik deb yoki bordim deb. Bu yerda di qo'yganligimiz uchun u birinchi tutanishda bo'ldi. Chunki mana bu asoslangan di yoki sakizni birinchi tutanish. Endi biz bormoq fe'lini ikkinchi tutanish qilishimiz uchun hech qachon bu yerga di yoki sani qo'ymaymiz. Biz quyidagilardan birini qo'yishimiz kerak. Misol uchun a qo'shimchasini qo'shamiz. Men bora va endi shaxson qo'shimchasi man. Men boraman siz. Boyagi bog'ni mavzuda ham tushunib bir aytib o'tgandim. Man qo'shimchasi agar fe'lga qo'shilsa shaxson bo'ladi degan. Demak, mana bormoq degan fe'lga man qo'shildi va bunda manning nomini biz bog'lama emas, shaxson deymiz. Chunki bormoq degan fe'lga qo'shilyapti va mana bu yerdagi a qo'shimchasi zamon. Demak, shaxson quyidagicha hisoblanadi ekan. Xo'p, endi ikkinchi shaxsga o'tamiz. Sen ketmoq ish harakati va quyidagi qo'shimchasining birini qo'shamiz. Misol uchun gan qo'shimchasi. Sen qayerga ketgan? San qo'shimchasi. Demak, ikkinchi shaxsda sen talabasan, sen o'quvchisan dedi. Bu bog'lamaydi boyagi misollarimizda. Endi bunda esa ketmoq degan fe'lga qo'shildi va san bu yerda shaxson hisoblanadi ekan. Endi uchinchi shaxsda bunisida ham maxsus qo'shimchasi yo'q. U kelmoq ish harakati. Unga qo'shamiz, misol uchun moqda so'zi. U kelmoqda. Undan keyin hech qanday qo'shimcha qo'sha olmaymiz. Mana bunda qo'shimchasi bo'lganicha uchinchi shaxsda nol formada turadi. Demak, bu birlikdagi shakl. Endi ko'plik o'tamiz. Biz birinchi shaxs ko'plik, kelmoq ish harakati va qo'yamiz. Misol uchun yap qo'shimchasi. Biz kelyapmiz qo'shimchasi. Demak, mana bu yerdagi mis qo'shimchasi shaxson hisoblanadi ekan. Endi bir esla olamiz. Mis qo'shimchasi boyagida bog'lamada ham bor edi, egalikda ham bor edi. Ikkalasining farqini o'z oldin so'zga qaradik. Bizning onamiz bo'lganda u egalik bo'ldi. Biz talabamiz bo'lganda bog'lama bo'ldi. Farqi mis qo'shimchasi o'zini oldin bizni olsa, biz o'zimiz bog'lama, bizning o'zimizning bo'lsa shaxs bog'lama egalik dedik. Endi shaxsonni qanday farqlab olamiz? Shaxsonda ham mis bor, egalikda ham mis bor, bog'lamada ham mis bor. Demak, onamiz, talabamiz va kelganmiz. Mana ikkala so'zimizda ham mis qo'shimchasi bor. Endi qaysi bir shaxson, qaysi bir egalik, qaysi bir bog'lama ekanligini biz birinchi o'rinda qaraymiz, asoslarga qarab olamiz.
Agarda asosiy fe'l bo'ladigan bo'lsa, bu shaxson bo'ladi. Masalan, ona so'zi fe'l emas, talaba so'zi fe'l emas, kelmoq so'zi fe'l. Demak, kelmoq so'zi kelgani uchun biz mana bu mizni avtomatik ravishda shaxson deb ketaveramiz. Mana. Demak, mana bu shaxson qo'shimchasi ekan. Va o'z-o'zidan qanaqa so'z oladi, qanaqa so'zga qo'shiladi, bizga unaqa joyning qizig'i yo'q. Demak, biz mis qo'shimchasi fe'lga qo'shilgani uchun mana bu yerdan biz so'zni tiklab qo'yamiz va shaxson hisoblanadi. Biz kelganmiz, biz o'quvchimiz, biz kelganmiz, biz boramiz va hokazo. Endi mis qo'shimchasi qo'shilgan so'zning asoslariga qaraymiz. Talaba ot turkumda, ona ham ot turkumda, ya'ni ikkalasi ham ismga qo'shilyapti. Farqini boya aytganimizdek, agarda bizning so'zi kelsa, bizning onamiz bu egalik. Mis o'zini oldiga bizni olsa, biz talabamiz bu esa o'zini oldiga bizni olganligi uchun buni bog'lama deymiz. Demak, mis qo'shimchasi egalik ham, bog'lama ham, shaxson ham bo'lishi mumkin. Farqlanishi quyidagicha. Agar fe'lga qo'shilsa, bu shaxson, agar ism bo'ladigan bo'lsa, yo egalik yoki bog'lama bo'ladi. Farqi egalik o'zini oldiga bizning so'zni, bog'lama o'zini oldiga biz so'zini talab qiladi. Farq mana shunda bo'ladi. Demak, birinchi shaxs ko'plikda biz kelyapmiz, biz boryapmiz, boramiz, kelamiz va hokazo kabi so'zlarda biz shaxson hisoblanadi ekan. Xo'p, endi ikkinchi shaxs ko'plikka o'tamiz. Siz uxlamoq degan fe'l, uxlamoq va unga qaysi qo'shimcha qo'shamiz? Masalan, moqchi qo'shimchasini qo'shamiz. Siz uxlamoqchi va endi qo'shimchasini qo'shamiz. Siz uxlamoqchisiz. Masalan, savol berish mumkin. Siz qachon yoki nechida uxlamoqchisiz? Demak, uxlamoq degan fe'lga qo'shilgani uchun bu shaxson hisoblanadi. Uchinchi shaxs ko'plikka o'tamiz. Ular bajarmoq. Bajarmoq degan fe'l qo'shimcha qo'shamiz, yapti qo'shimchasi. Bajar, yapti. Va undan keyin shaxsonning qo'shimchasi yo'q, qo'sha olmaymiz. Ular bajaryapti. She'rda so'zimizning mazmuni tugaydi. Shuning uchun uchinchi shaxsga hech qanday qo'shimchasi yo'q hisoblanadi. Demak, shaxson qo'shimchalari ikkinchi tuslanish. Bog'lamaga o'xshaydi, farqi bog'lama ism bular fe'llarga. Birinchi tuslanish egaliklarga o'xshaydi, egalik ismlarga, birinchi tuslanish fe'llarga qo'shiladi. Demak, farqi shunda. Endi 1 bilan 2 ning farqi, ikkalasi ham fe'lga qo'shiladi. Farqi nimada? Birinchi tuslanish har doim di va sa qo'shimchasidan keyin keladi. Ikkinchi tuslanish esa quyidagi qo'shimchalardan keyin keladi. Keyingi qo'shimchamiz mayl hamda zamon qo'shimchalari ekan. Xo'p, mayl qo'shimchalari o'zbek tilida 3 ta mayl bor. Birinchisi xabar mayli, ikkinchisi shart mayli, uchinchisi esa buyruqsak mayli. Xabar mayli ish harakatining bajarilgani yoki bajarilmaganligi to'g'risidagi xabarni qo'yadi. Shart mayli o'sha ish harakatiga shart qo'yadi yoki buyruq yoki istak ma'nosiga keladigan bo'lsa, bu buyruq istak mayli deyiladi. Xo'p, endi xabar maylining hech qanday maxsus qo'shimchasi yo'q. Ish harakatining bajarilganligi yoki bajarilmaganligi xabardan keladi. Masalan, o'qidi, bajarilganlik to'g'risidagi xabar, o'qimadi so'zi esa bajarilmaganlik to'g'risidagi ish harakatini olgan. Demak, xabar maylining maxsus qo'shimchasi bo'lmaydi. Ikkinchisi, shart mayli qo'shimchasi sa bo'lar ekan. Agar u o'qisa, o'qishga kiradi. Mana bu so'zimizdagi sa qo'shimchasi shart mayli deyiladi va ish harakatiga shart munosabatni qo'yadi. O'qisa o'sha so'zimizdagi o'qish shartini bajarsa deb olishimiz mumkin. Demak, sa qo'shimchasi shart mayli. Bir eslaymiz, sa shart maylidan keyin har doim shaxsonning birinchi tuslanishi keladi. Men o'qisam, sen o'qisang, u o'qisa. Demak, m hamda n qo'shimchasi undan keyingi qo'shimchalar bular shaxson edi. Xo'p, uchinchisiga o'tamiz. Buyruq istak mayli. Buyruq istak mayli qo'shimchasi yoki buyruq ohangida yoki istak ohangida shakllanadi ekan. Xo'p, ularni biz birlik hamda ko'plik degan ikkita shaxs bo'lamiz va ular uchta shaxsga amalga oshiriladi ekan. Birinchi shaxs birlikda buyruq yoki istakni ifodalash uchun men so'ziga qo'shib beramiz. Men birinchi shaxsdagi so'z va ish harakati yozamiz. Bormoq fe'li. Endi men so'zdan keyin bormoq fe'liga qo'shib, undan keyin di yoki sani qo'yib boyagi mavzumizda biz shaxsonni hosil qilgan edik. Endi biz maylni hosil qilishimiz uchun bormoq so'ziga hech qanday qo'shimcha qo'ymaymiz. Shunchaki shaxson qo'shimchasini o'zini qo'shib ketaveramiz. Misol uchun, men buyruq istak maylni hosil qilishimiz uchun boray so'zini hosil qilamiz. Men ham boray so'zidagi ay qo'shimchasi istak ma'nosini ifodalab keladi. Men ham boray yoki bu undosh bilan tugagan fe'lga qo'shgani uchun ay qo'shimchasi qo'shildi. Endi ye qo'shimchasi. O'qimoq degan unli bilan tugagan fe'lga qo'shamiz. Men ham o'qiy ma'nosidagi ye qo'shimchasi buyruq istak mayli keladi. Demak, ye va ay qo'shimchasi birinchi shaxsni ifodalash uchun ishlatiladigan buyruq istak mayli qo'shimchasi. Endi ikkinchi shaxs. Sen so'ziga nisbatan ishlatamiz. Sen bormoq. Sen bor. Demak, mana bu so'zimizga maxsus qo'shimcha kerak emas. Shuning uchun ikkinchi shaxs qo'shimchasi bo'lmaydi.
sen bor, sen kel, sen yoz degan bo'lsa, bu so'zimizda o'zi buyruq ma'nosi ifodalandi. Endi biz mana bu sen bor so'zida ham qo'shimcha bo'lmadi va xabar maylda ham qo'shimchasi bo'lmadi. Ikkalasini farqlash uchun biz buyruq segment ikkinchi shaxsga gin, kin, qinni qo'yib ko'ramiz. Shu bilan farqlaymiz xabar maylda. Demak, sen borgin so'zga gin qo'shimchasi qo'shiladi. Demak, bormoq fe'li xabar mayli emas, buyruq segmenti hisoblanadi ekan. Chunki unga gin qo'shimchasi qo'shiladi. Yoki kin qo'shimchasi ke bilan tugagan so'zga qo'shamiz. Sen tezroq urug'larni ekkin, tashqariga tezroq chiq va uni xabar bilan farqlashimiz uchun chiqqin degan qo'shimchani qo'yamiz. Demak, sen borgin, ekkin, chiqqin yoki sen bor, sen ek, sen chiq so'zlarimiz ham bu buyruq segmentining ikkinchi shaxs konstitutsiyadan ishlatilishi ekan. Endi uchinchi shaxs bo'ladigan bo'lsa, u deymiz. U biz bilan kel va unga qo'shimcha qo'shamiz. Kelsin. Istak ma'nosini ifodalaydi. U ham biz bilan kelsin, u ham yursin yoki borsin so'zlarda uchinchi shaxsni ifodalash uchun ishlatiladigan buyruq segmenti qo'shimchasi ekan. Xo'p, endi ko'plik shakliga o'tamiz. Yilik va aylik qo'shimchasi birinchi shaxs ko'plikdagi so'zga, ya'ni biz so'ziga qo'shamiz. Biz bormoq ish harakati endi unga qo'shamiz yoki yilik yoki aylik qo'shimchasi. Demak, mana bu undosh bilan tugagani uchun unga aylik qo'shimchasini qo'shamiz. Biz ham toqqa aylanishga boraylik so'zi tarkibida keladi. Ya'ni boraylik so'zi istak ma'nosini ifodalab keldi. Yoki biz ham yaxshiroq o'qi so'zga endi qo'shamiz. Unli bilan tugagani uchun unga yilik. Biz ham o'qiylik so'zdagi yilik qo'shimchasi birinchi shaxs ko'plikni ifodalab keldi. Demak, endi ikkinchi shaxsga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi shaxsga siz o'qimoq fe'liga qo'shamiz. Endi ikkinchi shaxs ko'plik bo'lgani uchun siz o'qing ne qo'shimchasi. Endi undoshdan tugasa siz boring qo'shimchasi, siz o'qingiz qo'shimchasi, siz kel so'ziga ingiz qo'shimchasini qo'shamiz. Demak, ne, ingiz qo'shimchasi ikkinchi shaxs ko'plikni ifodalab keladigan shaxs buyruq segmenti ekan. Endi biz eslaymiz, ne qo'shimchasi onang so'ziga qo'shilganda, mana bu ne qo'shimchasi ona so'zi ot bo'lgani uchun, ya'ni ism bo'lgani uchun ne egalik bo'ldi. Egalik. Endi boyagi mavzumizda shaxs sonda ham o'tdik. Kelmoq degan ish harakatiga qo'shdik va undan keyin di yoki sa keldi va ne qo'shimchasini qo'shdik. Kelding so'ziga ne qo'shimchasi shaxs son bo'ldi. Endi mana bu yerda o'qing so'zdagi ne qo'shimchasi esa mayl bo'ldi, ya'ni buyruq istagi mayli bo'ldi. Endi bir-biridan farqini qanday farqlab olamiz? Birinchi o'rinda asoslarga qaraymiz. Turkumiga ona so'zi ot bo'lganligi uchun va ismi kirgani uchun u egalik bo'ladi. Bo'ldi. Undan boshqa ikkalasidan farqi mana shunday bo'ladi. Bu ismlarga, ya'ni otlarga qo'shiladi. Endi shaxson va mayl esa kelmoq, o'qimoq ikkalasi ham ism fe'llarga qo'shiladi. Ikkalasi ham asosi fe'l turkumida bo'ldi. Endi o'qimoq fe'li, kelmoq fe'li. Bitta farqi nimada? Shaxson bo'lish uchun har doim di yoki sa qo'shimchasi, mayl bo'lish uchun esa hech qanday di va sa qo'shimchasi kerak emas. Asosning o'ziga qo'shib ketaveramiz. Demak, shaxson ham mayl ham fe'lga qo'shiladi. Bittagina farqi di yoki saga qaraymiz bo'ldi. Egalik esa ismlarga qo'shilish kerak, ya'ni asosan ot turkumida bo'lish kerak ekan. Ne qo'shimchasining ingiz farqi mana shunday bo'lar ekan. Endi uchinchi shaxs ko'plik esa sinlar qo'shimchasi. Ular ishla va unga qo'shamiz sinlar qo'shimchasi. Ular ishlasinlar. Demak, uchinchi shaxs ko'plikni ifodalovchi sinlar qo'shimchasi. Demak, bu mayl qo'shimchasi hisoblanadi ekan. Agarda fe'limizda buyruq mayl qo'shimchalari yoki shart mayl qo'shimchasi bo'lmasa, u mayl o'sha u fe'limiz xabar maylda bo'ladi. Xabar mayl maxsus qo'shimchasi yo'q. Xuddi boyagi bosh kelish singari. Demak, bu mayl qo'shimchalari edi. Keyingi mavzumiz zamon qo'shimchalari. Zamon o'zbek tilida 3 ta zamon bor. O'tgan zamon, hozirgi zamon hamda kelasi zamon hisoblanadi. Demak, o'tgan zamon fe'li ish harakatining tugallanganligini bildiradi va qo'shimchasi di, gan, ib orqali ifodalanadi. Di qo'shimchasi, misol uchun u kitob o'qidi deganimizda ish harakat tugallandi, o'tgan zamonda bo'ldi. U kitob o'qigan deganimizda ham, u kitob o'qibdi deganimizda ham ish harakat tugallandi va o'tgan zamon ma'nosini bildirdi. Endi biz bitta narsani bilishimiz kerak. Di qo'shimchasidan keyin har doim shaxson qo'shimchasining birinchi ustlanishi, ganda ib qo'shimchasining esa ikkinchi ustlanishi keladi. Demak, zamon qo'shimchalaridan keyin boya aytganimizda shaxson qo'shimchalari keladi. Masalan, o'qimoq fe'li
di zamon, m esa shaxs son. O'sha so'zimizdagi di qo'shimchasi o'tgan zamon qo'shimchasi edi. Demak, zamon qo'shimchasi va zamondan keyin keladigan shaxs son qo'shimchasi. Gan qo'shimchasi o'qimoq, gan hamda ikkinchi tusanish man qo'shimchasi. Bu yerdagi man shaxs son ikkinchi tusanishi, gan esa mana bu yerdagidek zamon bo'ladi. O'qimoq asosi. Demak, o'tgan zamonlardan keyin birinchi va ikkinchi tusanish qo'shimchalari keladi. Hozir zamon ish harakatning hozir bajarilayotganligini bildiradi va yap, yapti, moqda, ayotir yoki yotir, ayotib yoki yotib shaklida qo'llaniladi. Bu hozir zamon qo'shimchalari. Hozir zamon qo'shimchalaridan keyin har doim shaxslar ikkinchi sanash qo'shimchalari keladi. Men o'qiyapman, man shaxson, yap esa hozir zamon. U kitob o'qiyapti, yapti bu yerda hozir zamon, uchinchi shaxsdagi shaxson. Xo'p, moqtaman, men kitob o'qimoqdaman deydigan bo'lsak, man shaxson, moqta hozir zamon. Yotir, ayotir asosan badiiy shakllarda, ya'ni g'azallarda uchraydi. O'qiyotirman, borayotirman, kelayotirman so'zlari ayotir yoki yotir zamon hisoblanadi. Kelayotib, borayotib so'zlar ham hozir zamonni ifodalab keladi. Va kelasi zamon ish harakat endi bajarilishini bildiradi. Xo'p, endi qo'shimchasi moqchi, ye, a, r, ar, gay, yusi, ajak, yidi hamda adi qo'shimchalari bu kelasi zamon qo'shimchalari hisoblanadi ekan. O'qimoqchiman kelajakda endi bajarilmoqda. O'qiyman endi o'qiydi. O'sha yerdagi o'qiyman so'zi asos o'qimoq, qo'shimcha ye va keyin man. Man qo'shimchasi shaxs son va ye qo'shimchasi esa zamon bo'ladi. Ye zamondan keyin man degan shaxs son qo'shimchasi keladi. Keyin a qo'shimchasi ham boraman, bormoq asos, a qo'shimcha, man shaxs son, a zamon bo'ladi. R ar ham zamon. Gay, gusi, ajak bu mumtoz shakllarga nisbatan ishlatiladi. Kelajakman, borajakman, o'qijakman ketaveradi. Demak, yoki kelgusiman, borgusiman, borgayman, kelgayman. Bu yerda gay qo'shimchalari kelasi zamon qo'shimchasi. Yedi adi o'qiydi, boradi. O'qiydi, demak, yedi qo'shimchasi va boradi so'zidagi bormoq asos adi qo'shimchasi. Bular kelasi zamon hisoblanadi. Demak, zamon o'tgan zamon, hozir zamon hamda kelasi zamon ekan. Shu bilan shaxson mayli zamon degan fe'llarning munosabat shakllari tugadi va umumiy hisobdagi munosabat shakllari tugadi. Demak, endi lug'aviy qo'shimchalarni boshlaymiz. Lug'aviy qo'shimchalar ot, sifat, son, olmosh va fe'lning lug'avisida bor. Fe'lning lug'avisini alohida yozamiz, uning qo'shimchasi salgina ko'proq. Demak, otning lug'aviy qo'shimchalari biz boya aytganimizdek, ot so'z turkumi lug'aviy emas, uning ma'no turmushining hosil bo'lish shunday qo'shimchalari borki, ular lug'aviylar deyiladi. Masalan, birinchisi cha qo'shimchasi. Cha qo'shimchasi bolacha, qizcha, yigitcha, kitobcha yoki daftarcha va hokazo kabi so'zlarga qo'shilganda uning ma'nosini kichraytirish ma'nosini hosil qiladi ekan. Hop, chak qo'shimchasi kelinchak so'ziga qo'shiladi va hurmatlash ma'nosini keltiradi. Kelindan ko'ra kelinchak desak, unga nisbatan hurmat salgina kuchayadi. Hop, choq qo'shimchasi qo'zi degan boya aytganimizdek qo'yni bolasi, qo'zichoq desak, uni kichraytirish ma'nosini hosil qildik va kichkina qo'zichoqning hajmini bildirdi va uni erkalash ma'nosini ham ishlatish mumkin edi. Qo'zichoq. Hop, keyingi xon, jon, bek, oy, xo'ja, to'ra va bi qo'shimchalari bular faqatgina asosan ismlarga qo'shiladi. Shuning uchun umumiy ismlarga nisbatan erkalash yoki hurmatlash ma'nosini hosil qiladi ekan. Xon qo'shimchasi otaxon, onaxon so'zlariga ham qo'shiladi va unda hurmatlashning o'zi qo'shimchasi yuzaga keladi. Agar ismga Sevinchxon, ya'ni qizlarning ismiga qo'shilsa, unda erkalash yoki hurmatlash ma'nosida keltiriladi. Xo'p, keyingisi gacha qo'shimchasi chegara ma'nosini bildiradi. Men uygacha boraman, maktabgacha yoki ishgacha va hokazo. Gina qo'shimchasi bolaginam, ukaginam, akaginam, opaginam erkalash ma'nosini yuklaydi. Xo'p, loq va aloq qo'shimchasi kichraytirish, erkalash ma'nosi. Masalan, loq qo'shimchasi botaloq. Bota deganda bu tuyani bolasi va uni kichraytirish uchun botaloq deb aytadi. Yoki toy. Toy qo'shimchasiga choq qo'shimchasi qo'shiladi ma'noda. Xo'p, botaloq so'ziga loq qo'shimchasi kichraytirishdagi lug'aviy ekan. Xo'p, qiz so'ziga aloq qo'shimchasi qo'shiladi. Qizaloq. Bu ham erkalash ma'nosini hosil qiladi. Qizaloq deganda hajm ham kichraytirish ma'nosida va uni erkalash ma'nosida keltiriladi. Lar qo'shimchasi bolalar. Xohlagan so'zimizga lar qo'shimchasi bo'lsak, u ko'plik ma'nosini hosil qiladi. Bolalar, qizlar, yigitlar, odamlar va hokazo keltiradi. Ak qo'shimchasi yo'l, katta yo'l tushunamiz. Yo'lak bo'ladigan bo'lsa kichraytirish, u kichkina yo'lak ma'nosini bildirib keladi. Dagi qo'shimchasi sendagi, mendagi, bizdagi bu tegishlilik yoki qarshilik ma'nosida deyiladi. Demak, bu otning lug'aviy qo'shimchalari. Bizga lug'aviy ot qo'shimchasini toping desa, mana bu qo'shimchalarni va ularga qo'shilgan misollarga olamiz. Keyingisi sifatning lug'aviy qo'shimchalariga o'tamiz. Sifatning lug'aviy qo'shimchalari ikki xil ma'noni shakllantiradi. Ozaytirish ma'nosi yoki qiyoslash ma'nosi. Ozaytirish ma'nosi hosil qiladi. Ish, mitir, intir faqatgina ranglarga qo'shiladi.
ko'kimtir, ko'kish, oqish va hokazo. Qizg'ish, sarg'ish, mitir qo'shimchasi qoramitir unli bilan tugagan rangga qo'shiladi. Imtir esa undosh. Oqimtir, ko'kimtir. Demak, ish, mitir, imtir ozaytirish ma'nosi faqatgina ranglarga nisbatan ishlatiladi. Roq qo'shimchasi esa boshqa sifatlarga ham qo'shila oladi va qiyoslash ma'nosi kattaroq, kichikroq, balandroq, pastroq so'zlarda qiyosiy ma'nosini hosil qiladi ekan. Keyingi son qo'shimchalari. Sonning qo'shimchalari faqatgina biz bilganimizdek sonlarga qo'shib chiqamiz. Misol uchun ta qo'shimchasi birinchisi. 10 ta, 100 ta, 1000 ta deganda dona ma'nosi hosil qilinadi. Tadan qo'shimchasi 10 tadan, 2 tadan, 1 tadan, 5 tadan taqsim ma'nosi. Tachallablarcha esa chama taxmin ma'nosi hosil qiladi. 10 tacha, 100 tacha, 1000 tacha, o'nlab insonlar, yuzlarcha insonlar chama taxmin. Ovlon qo'shimchasi esa jamlash ma'nosi. 3ov, 4tala, 4ovlon yoki 5ovlon, 6ovlon, 6talasi, 7talasi hosil keladi. Va inchi yoki necha qo'shimchasi tartib ma'nosi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Demak, bu sonning lug'aviy qo'shimchalari ekan. Keyingi olmosh. Olmosh qo'shimchalari day, dek, aqa, cha qo'shimchalari ko'rsatish ma'nosini ifodalaydi ekan. Demak, mana bu yerda ko'k marker bilan qo'yilganlari bu yerda fonetik hodisa bor. Ya'ni u asos day qo'shimchasi qo'shilgan va n tovushlari ortgan bu yerda. Demak, u ko'rsatish olmoshga bu shu o'sha olmoshlarga day, dek, aqa, cha qo'shimchasi qo'shilgan. Unday, bunaqa, shunaqa va hokazo qilib joyini almashtirib qo'llasak ham bo'ladi. Niki qo'shimchasi bor, tegishlilik ma'nosi. Bizniki. Misol uchun bu narsa bizniki deganimizda bizga tegishli yoki bizga qarashligini bildiradi. Dir va alla qo'shimchasi esa, demak, dir qo'shimchasi so'zdan keyin qo'shiladi. Alla qo'shimchasi esa so'zdan oldin qo'shiladi va ikkalasi ham gumon ma'nosini hosil qiladi. Kimdir, alla kim. Kimdir keldi, alla kim keldi. Ikkalasi ham gumon mazmunida bo'ladi. Demak, bu olmoshli lug'aviy qo'shimchalar deyiladi. Endi fe'lning lug'aviylarini ko'rib chiqamiz. Demak, fe'lning lug'aviy qo'shimchalari ko'proq bo'lgani uchun ularni 3 xil bosqichga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi fe'lning vazifa yoki xoslangan shakllari, ikkinchisi fe'lning nisbat shakllari, uchinchisi esa fe'lning bo'lishsiz shakli deyiladi. Xo'p, o'shan birinchisidan boshlaymiz. Fe'lning vazifa shakllari yoki xoslangan shakllari ular 4 turga bo'linadi. Birinchisi fe'l, harakatnoma, sifatdosh va ravishdosh degan turlarga bo'linadi. Ya'ni xoslangan degani o'xshagan degani. Ya'ni fe'lning qaysidir bitta qo'shimchasi quyidagi qo'shimchalarning bittasi fe'lga qo'shilganda yoki otga o'xshaydi, yoki sifatga yoki ravishga o'xshab ketadi va qaysidir so'z turkumining xoslanishi deyiladi o'sha narsa. Shunga o'xshaydi. Demak, sof fe'l fe'lning o'zi bo'ladi, hech qanday maxsus qo'shimchasi bo'lmaydi va faqatgina ish harakatining faoliyatini bildiradi. Misol uchun qarang, o'qidi so'zimiz hech qanday harakatnoma, sifatdosh, ravishdosh qo'shimchasi bo'lmagani uchun u sof fe'lda bo'ladi. Demak, o'qidi yoki o'qimadi so'zlarimiz sof fe'lda hisoblanadi. Ya'ni fe'lning o'zi. Harakatnoma fe'lning otga xoslangan shakli deyiladi. Harakatnoma qo'shimchasi qo'shilgan so'zlarimiz otga o'xshab ketadi. Shuning uchun fe'lning otga xoslangan shakli harakatnoma bo'ladi. Ularning qo'shimchalari sh, ish, v, uf, moq, mak va maslik bo'ladi. Demak, harakatnoma qo'shimchasini qaysidir bitta so'zga qo'shib qo'yamiz. Masalan, o'qimoq degan ish harakat va o'qimoq degan o'sha fe'lga biz qo'shib qo'yamiz sh qo'shimchasini. O'qish so'zi hosil bo'ldi. O'qish yaxshi. Misol uchun quyidagicha gap berdik va so'roq beramiz. Yaxshi, nima yaxshi deganimiz o'qish yaxshi bo'lib ketadi. Demak, o'qish degan so'zimizga biz nima degan so'roq berdik. O'zi aslida so'rog'i nima bo'ldi? Nima so'roq aslida o'zi otga nisbatan ishlatiladi. Lekin biz o'qish so'zini ot emas, fe'l deb aytamiz. Chunki o'sha fe'lning tarkibida sh degan harakat nomi qo'shimchasi bor. Demak, aytib qo'yay. Harakat nomi qo'shimchasi qo'shilgan so'zlarimiz otga o'xshab ketadi, lekin ot deb o'ylamasligimiz kerak. Bu turkumi fe'l. Shuning uchun harakat nomi fe'lning otga xoslangan shakli deyiladi. Xo'p, undan tashqari saylamoq so'zi. Saylamoq so'ziga v qo'shimchasini qo'shsak, saylov so'zi hosil bo'ladi. Saylovga bordik deganimizda qayerga bordik deymiz va saylov so'ziga qayer degan so'roq beriladi. Demak, qayer so'rog'i, qayer so'rog'i o'zi aslida bu ham otga nisbatan ishlatiladi. Demak, v qo'shimchasi harakatnoma bo'ldi. Harakatnoma fe'lning otga xoslangan shakli bo'lgani uchun uning ham so'rog'i xuddi otnikiga o'xshadi. Lekin turkum jihatdan ot emas. Buni biz fe'l deyishimiz kerak. Demak, harakatnoma so'z turkumi bo'yicha fe'l, fe'lning otga xoslangan shakli otga o'xshaydi. Shuning uchun biz ot bilan chalkashtirib qo'ymasligimiz kerak. Endi mana bu maslik qo'shimchasi. Maslik qo'shimchasi harakatnomaning inkor shakli, ya'ni bo'lishsiz shakli deyiladi. Harakatnomaning mana bu tasdiq shakldagilarga maslikni almashtirsak inkorga aylanadi. Misol uchun, o'qish so'zi tasdiqda bo'ldi. Uni maslikka almashtirsak, o'qimaslik so'zi hosil bo'ladi. Yoki saylov so'zidagi v ning o'rniga maslik qo'yib, saylamaslik so'zi hosil bo'ladi. Demak, bu harakatnomaning inkor shakli hisoblanadi ekan. Demak, harakatnoma shu. Keyingi sifatdosh. Sifatdosh fe'lning
sifatga xoslangan shaklga aytiladi. Sifatga biz qaysi so'roqlarni beramiz va sifatdoshning qo'shimchalariga ham biz xuddi shunday so'roqqa javob berishimiz kerak. Misol uchun gan qo'shimchasi. O'qimoq degan o'sha fe'lga qo'shamiz yana. O'qimoq fe'liga qo'shamiz gan qo'shimchasini. O'qigan bola degan so'z hosil bo'ladi. Demak, o'qigan bola so'ziga biz qanday bola yoki qanaqa bola degan so'roq beramiz va so'roq qanday yoki qanaqa so'roq javob bo'ldi. Aslida bu qanday va qanaqa so'roqlar aslida o'zi sifatlik edi. Biz o'qigan bola so'zidagi o'qigan so'zining turkumini toping deganda buni sifat emas, sifatdosh, ya'ni turkum jihatdan fe'l turkumi deyishimiz kerak ekan. Chunki bu sifatdosh fe'lning sifatga xoslangan shakli, sifatga o'xshab ketadi ekan. Biz qanday farqlay olamiz? Ya'ni matnga kelganda bu qanday so'roq berildi? Bu sifatmi yoki sifatdoshmi ekanligini biz qo'shimchasiga qaraymiz. Mana bu gan qo'shimchasi faqatgina sifatdoshda bor, ya'ni sifatda yo'q. Demak, gan qo'shimchasi qo'shilgan so'zga biz qanaqa so'rog'ini yoki qanday so'rog'ini berdikmi, uni biz sifatdosh deyishimiz kerak. Chunki gan degan sifat yasovchi yoki sifatning qanaqadir lug'aviy qo'shimchalari yo'q. Yoki ayotgan qo'shimchasi o'qiyotgan bola, qanday bola? Bo'ladigan bola. Boshidan ma'lum degan maqolda bo'ladigan bola, qanaqa bola deb aytamiz. Demak, bular barchasi sifatdosh ekan. Yoki ar qo'shimchasi. Oqmoq, suvning oqishi va biz unga qo'shamiz ar qo'shimchasini. Oqar suv. Biz misol uchun daryoga nisbatan aytiladi, oqar daryo yoki oqar suv deb aytiladi va mana bu sifatdosh shaklni bajaradi. Qanday suv bo'ladi? Ar bu yerda sifatdosh. Demak, bular sifatdosh va mana bu mas shakli esa sifatdoshning inkor shakli bo'ladi. Xuddi harakat nomidagi masib bo'lgandek sifatdoshga mas nisbatan ishlatiladi. Hozir mana bu sifatdoshli qo'shimchalarning o'rniga masga almashtirsak, bu inkorga aylanib ketadi. Masalan, ar oqar suv bitta joyda oqib turgan suvga nisbatan ishlatiladi. Endi uni masga almashtirsak, oqar suv, oqmas suv, oqmaydigan to'xtab qolgan suvga nisbatan ishlatiladi. Demak, mas sifatdoshning inkor shakli. Keyingisi, ravishdosh fe'lning ravishga xoslangan shakliga aytiladi. Ravishlarning qancha, qayer, qachon va hokazo kabi so'roqlarni beramiz va xuddi mana bu qo'shimcha qo'shilgan so'zlarimizga ham biz shunday so'roqlarni beramiz. Va lekin uni biz ravish bilan chalkashtirib qo'ymasligimiz kerak. Ravish bilan farqi nimada? Mana bu qo'shimchalar ishtirok etgan ravishdosh bo'ladi. Ravishda bunday qo'shimchalar yo'q. Misol uchun qarang. Gach. U xatni o'qib bo'lgach yiqilib tushdi. Deganimizda qachon yiqilib tushdi deymiz? O'qib bo'lgach deb aytamiz. Demak, qachon so'rog'i o'zi aslida ravishdan ishlatiladi. Demak, bu ravishdosh qo'shimchasi. Yoki o'qib keldi, o'qimoq va unga b qo'shimchasi qo'shiladi. O'qib keldi so'zi. Demak, uning tarkibidagi b qo'shimchasi ravishdosh. Demak, ravishdosh qo'shimchalariga may masdan almashtiradigan bo'lsak, bu inkor shakli hosil bo'ladi. Misol uchun, o'qib keldi, o'qimay keldi yoki o'qimasdan keldi shaklida ishlatiladi. Bu ravishdoshga nisbatan. Demak, fe'lning xoslangan shakllar, fe'lning otga xoslangan shakli, sifatga xoslangan shakli va ravishga xoslangan shakli. Bular fe'lning xoslangan yoki vazifa shakllari deyiladi. Agar fe'limizda ravishdoshning, sifatdoshning va harakat omilining qo'shimchasi bo'lmasa, u fe'l sof fe'l bo'ladi. Keyin o'tamiz. Fe'lning nisbat shakllari. Demak, o'zbek tilimizda 5 ta nisbat bor. Aniq nisbat, o'zlik nisbat, majhul, birgalik va orttirgan nisbat qo'shimchalari bor ekan. Aniq nisbat ish harakatning aniq bajarilishini bildiradi va hech qanday maxsus qo'shimchasi bo'lmaydi. O'zlik, majhul, birgalik, orttirma nisbatlarining qo'shimchasi bo'lmasa, u fe'limiz aniq nisbatda bo'ladi. Masalan, o'qidi. O'sha fe'l misol olamiz. O'qidi so'zimiz nisbat bo'yicha aniq nisbat, chunki o'qiganligi aniq. O'zlik nisbat qo'shimchasi va majhul nisbat qo'shimchasi. Qo'shimchasi bir xil n, in, l, il. Xo'p, o'zlik bilan majhul farqi nimada? O'zlik nisbatda ish harakat o'sha bajarayotgan shaxsning o'zining ustida bajarish kerak. Majhul nisbatda esa o'sha bajarayotgan shaxs noma'lum bo'lishi kerak. Ularga misol uchun mana misollar orqali ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda ikkita misol berilgan, ikkalasiga ham n nisbat qo'shimchasi bor. Bittasi o'zlik, bittasi majhul. Qanday farqlaymiz? Tarandi. U oynaning oldida o'tirib tarandi degan bo'lsa, uning o'zi tarandi. Chunki o'zlik nisbat, uning o'zi taranyapti. Ishlandi. Uyga berilgan masala ishlandi deganimizda masalaning o'zi ishlanmaydi, uni kimdir ishlaydi. Bajaruvchisi noma'lum. Shuning uchun majhul nisbat deyiladi. Xo'p, keyingisimiz in qo'shimchasi. Mana bu in qo'shimchasi. Misol uchun, uyga ishdan chiqib uyga borib yuvindi deydigan bo'lsak, uning o'zi yuvinadi. Shuning uchun o'ziga nisbat. Kirlar doriga ilindi. Kirlarning o'zi ilinmaydi, uni kimdir borib iladi. Uning bajaruvchisi majhul, shuning uchun majhul nisbat. Keyingisi l qo'shimchasi. Bog'lab qo'yilgan it birdaniga bo'shaldi, uning o'zi bo'shaladi, shuning uchun o'zga nisbat. Mehmon keldi va yangi ko'rpa va ko'rpachalar yerga to'shaldi deganimizda, uning o'zi to'shalmaydi, uni kimdir to'shaydi, shuning uchun bu majhul nisbat. Va oxirgisi il qo'shimchasi. Ikkalasi ham bir xil fe'lga qo'shganmiz, osmoq fe'liga. Misol uchun qarang. Bolalar turniga osildi deganimizda, bolalarning o'zi osiladi. Mana bu misolimiz o'ziga nisbat.
Endi kiyimlar, yuvilgan kiyimlar dorga osildi bo'lsa, kiyimlarning o'zi osilmaydi. Bu majhul nisbat bo'ladi. Demak, o'zlik va majhulni quyidagicha farqlaymiz. Uning o'zi taranadi, uning o'zi yuvinadi, uning itining o'zi bo'shiladi, bolalarning o'zlari osiladi. Bu o'zlik nisbat. Masalaning o'zi ishlanmaydi, kiyimning o'zi ilinmaydi, ko'rpalarning o'zi to'shalmaydi, kirlarning o'zi osilmaydi. Bu majhul nisbatga ega. Demak, o'zlik va majhul farqi shunda. Birgalikda nisbat qo'shimchasi sh hamda ish. Sh ish qo'shimchasi aynan harakatnomada ham bor ekan. Demak, harakatnomada ham sh ish bor, birgalikda nisbatda ham sh ish bor. Farqi qanday bo'ladi? Farqi harakatnomi o'zidan keyin egalik kelish bog'lama qo'shimchani qabul qiladi. Demak, agarda sh ish qo'shimchasidan keyin egalik kelsa yoki kelish kelsa yoki bog'lama kelsa, mana bunday. Demak, misol uchun o'qish so'zidan keyingi qo'shimchaga qaraymiz. Masalan, o'qimoq va unga sh qo'shimchasi qo'shilyapti. Mana bu yerdagi sh qo'shimchasining harakatnomi ekanligini bildirishimiz uchun undan keyin egalik kelish yoki bog'lama qo'shimchasini bittasi kelishi kerak. Misol uchun o'qishim kerak. O'qishim kerak. Mana bu yerda sh qo'shimchasi bor va undan keyingi qo'shimchaga qaraymiz. Shining nima ekanligini. Agar undan keyin im degan egalik kelganligi uchun mana bu shni biz harakatnoma qo'shimchasi deymiz. Yoki o'qishda kelish keldi, unda ham harakatnoma. Ularning asosiy vazifasi o'qishdir deganimizda ham dir degan bog'lama keldi. Shunda sh qo'shimchasi harakatnoma bo'ladi. Endi ish qo'shimchasi qachon birgalikda nisbat bo'ladi? Bunda ish qo'shimchasidan keyin zamon qo'shimchasi, mayl qo'shimchasi yoki shaxson qo'shimchasi kelishi kerak. Ya'ni fe'llarning munosabat shakllari kelsa, bunda shaxson bo'ladi. Masalan, o'sha o'qish so'ziga qo'shamiz. O'qimoq va sh qo'shimcha. Endi mana bu sh ish qo'shimchasi birgalikda nisbat bo'lish uchun zamon mayl shaxson bittasi kelishi kerak ekan. O'qishdi. Ular kitob o'qishdi so'zidagi sh qo'shimchasiga di degan zamon keldi. Shuning uchun mana bu sh qo'shimchasi birgalikda nisbat bo'ladi. Mana shunday farqlab olamiz. Va birgalikda nisbatda ish harakat birgalikda bajariladi. Orttirma nisbat qo'shimchalari t, tir, dir, gaz, kas, qas, giz, kiz, kiz, qiz, iz, ir, ar va sat qo'shimchasi hisoblanadi. Bular orttirma nisbat qo'shimchalari deyiladi. Va uchinchisi fe'lning bo'lishsiz shakli. Bu na orqali ifodalanadi. Ya'ni inkor shakli ham deyiladi. O'qidi so'zimiz tasdiqda, ya'ni bo'lishli fe'l. Endi bo'lishsiz qilishimiz uchun o'qimadi deb o'sha so'zimizga ma qo'shimchasini qo'shamiz. Demak, o'qimadi, kelmadi, yozmadi, bormadi, chizmadi. Bu yerdagi ma qo'shimchamiz barchasi fe'lning bo'lishsiz shakli hisoblanadi ekan. Demak, bularning barchasi fe'lning lug'aviy qo'shimchalari. Shu bilan lug'aviy qo'shimchalarimiz tugadi. Biz ko'makchi morfemalarni ikkitaga bo'ldik. So'z yasovchi ko'makchi morfema, shakl yasovchi ko'makchi morfema. Shakl yasovchini yana ikkitaga bo'ldik. Sintaktik hamda lug'aviyga bo'ldik. Sintaktiklar egalik, kelishik, bog'lama, shaxs, son, mayl hamda zamon. Lug'aviylar ot, sifat, son, olmosh hamda fe'lga bo'lib oldik. Biz sintaktiklarni bundan oldin tugatdik. Lug'aviylar otni, sifatni, sonni, olmoshni hamda hozir mana bu fe'lni tugatdik. Shu bilan lug'aviy qo'shimcha va shakl yasovchilar tugadi. Bizda qolyapti so'z yasovchi qo'shimchalar. So'z yasovchi qo'shimchalar. So'z yasovchi qo'shimchalar o'zi nima? Asosga qo'shilib uning ma'nosini boshqa bir ma'noga o'zgartiradigan yoki bir turkumni boshqa bir turkumga o'zgartiradigan qo'shimchalarga aytiladi. Va siz quyidagi so'z yasovchi qo'shimchalar bilan tanishib chiqishingiz kerak.